Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan RTSMPda Kelp Farm qurib, qancha daromad topishimiz mumkin ekanligini bilib olamiz. Bu videomiz sizlar uchun juda ham qiziqarli va foydali bo'ladi. Shuning uchun hoziroq obuna bo'lishni unutmang. Bo'lmasam biz boshladik. Biz mana shu joyga Kelp Farm qurishni boshlaymiz. Hammamiz bilamizki, Kelp blogi juda ham foydali va qimmat blog hisoblanadi va ko'pchilik odamlar mana shu blogni ishlab chiqarish uchun ham juda ham katta firmalar qurishgan. Men oldindan barcha kerakli resurslarni to'plab qo'yganman va mana shu yerdan bemalol ko'rib olishinglar mumkin. Resurslarni ko'rib bo'lgan bo'lsalaring, biz endi firmani qurishni boshlaymiz. Aytgancha bitta narsa esdan chiqibdi. Biz Kelp Farm bilan birga Bone Meal Farm ham yasaymiz. Firmamizni 100% bez rasxod qilamiz. Bu degani siz Bone Meal yoki skelet spawner sotib olishingizni hojat qolmaydi. Bu degani firma cheksiz miqdorda Bone Meal ishlab chiqaradi. Japan. Mana do'stlar, Bone Meal firma ham bitta. Mana ko'rib turganlaringdek biz ya'ni men to'ldirib Bone Meal'lar solib qo'yganman. Firma to'liq ishlash uchun. Aslida bir stak Bone Meal ham bemalol yetadi bu cheksiz ishlab turishga. Lekin men firmani bor kuchda ishlash uchun men ko'proq Bone Meal solib qo'ydim. Mana ko'rib turganlaringdek bizda endi Bone Meal'dan muammo yo'q. Endi biz asosiy qism, ya'ni Kelp qismini quramiz. Asosiy firmani, ya'ni Kelp firmani qurishdan oldin biz avval Bone Meal firma qancha foyda keltirganini ko'rib chiqamiz. Mana do'stlar, barcha Bone Meal'larni ham olib oldik. Bu bir necha soatlik natijasi edi. Menimcha yomon emas, to'g'rimi? Endi biz bularni ishga tushirib qo'yib, Kelp firmani qurishni boshlayveramiz. Kelp firma qurishdan oldin biz prototip yarata olishimiz kerak, chunki internetdagi любой bitta Kelp Farm ishlamasligi mumkin. Va biz o'zimizga mos Kelp Farmni mana shu yerda yaratib olamiz. Men soat tizimini yarataman deb почти yarim soat vaqtim ketdi. Umuman topolmayapman to'g'risi. Ya'ni juda ham tez ishlaydigan soat tizimini umuman yarata olmayapman. Ahvolni qarang. Qanday soat tizimi bo'ldi? Men keyin o'ylab qoldim. Birovning Kelp Farmini shunchaki ko'chirib uni qurish o'rniga men ulardan bir ikkita ideyalar olib, o'zimni Kelp Farmni yaratsam-chi.
Juda ham uzoq izlanishlardan so'ng men o'zimga mos bo'lgan kelfamni yasadim. Juda ham o'ta ham super darajada zo'r emas, lekin menimcha menga yetadi. Biz o'zimizga mos fermacha bo'ldi. Hozir shuni ishlab ko'ramiz, bir ikkita xatolar bo'lsa to'g'rilaymiz. Menimcha yomon emas. Hammasi to'g'ri ketyapti. Ya'ni hech qaysi tepada mo'lab qolgani yo'q. Bizga mana shunisi kerak edi. Ya'ni bizga tepaga mo'lab qolib biroz vaqtdan keyin yo'qolishdi. Unga mana shunday to'liq tushyapti. Mana ko'rib turganlaringdek fermaning kuchini ishlashi. Ferma mana shunday tezlikda ishlaydi. To'g'ri, bu super emas, lekin bizga mos. Arzon va qurilish ham juda ham tez hisoblanadi. Keyinchalik men unga crafterlar va turli xil narsalar bilan kuchaytirib, tayyor kelp farmga aylantirdim. Fermani ham bitirib bo'ldim. Endi biz fermani to'liq kuchini ko'rishimiz uchun uni 100% bone milllar bilan to'ldirib chiqishimiz kerak. Va biz keyin fermani ishga tushirib ko'ramiz. Qani endi 5 daqiqa ichida bu ferma bor kuchi bilan qancha kelp blok ishlab chiqara olishini ko'ramiz. Vaqt ham tugadi. Ana ko'ramiz ferma qanchalik natijaga erishgan. Bizda yomon xabarlar bor. Birinchidan mana bu yerlarga kelp tiqilib qolgan, ikkinchidan men crafterni yoqishni unutganman va crafterga hech qanaqa crafter ishlamagan bu yerda. Ko'rib turganlaringdek hammasi tiqilib qolgan. Biz boshqatdan endi crafterni yoqib ishlatib ko'ramiz. Mana do'stlar, crafterdagi bor narsalar ham craft qilib bo'ldi. Biz 5 minutda mana shuncha natija olibmiz. Bu biz real hayotda, ya'ni SMPda, ya'ni serverda bunaqa natija ola olmaymiz, chunki bizda birinchidan bunaqa ko'p blaze rodlar yo'q, ya'ni hamma pechkalarni birdaniga isita oladigan, hamma pechkalarni birdaniga ishlata oladigan. Ikkinchidan bizda bunaqa ko'p bone milllar yo'q. Ya'ni hammasini birdaniga to'ldira olmaymiz. Mana shu 5 minutda 1 yoki 2 stack olishimiz ham mumkin maksimali. Bo'lmasam biz fermani qurishni boshlaymiz. Mana do'stlar, fermamiz ham ishlayapti. Endi bir necha haftadan so'ng qaytamiz.